Sizlar bilan hozir birgalikda tezkor va mantiqiy qiziqarli savollar degan o'yin o'tkazamiz. Demak, savollar berilishi jarayoni ketadi. Kim to'g'ri javob bersa, demak davom ettiradi o'yinni. Kim noto'g'ri javob bersa, joyiga o'tiradi. Eng kuchli, eng aqlli, eng zukko o'quvchimiz, aniqligimiz oxirgi qolgan o'quvchimiz rag'batlantiradi. Tayyormisiz? Boshladik. Birinchisi chaqaloqqa aytiladigan qo'shiq. Alla. Dasturxon yig'ilganda aytiladigan so'z. Amin. Nonni bezatadigan asbob. Chaykacha yaxshi. Ona tilida nechta unli harf bor? 6 ta. Yaxshi. Qaysi shaharda ertalabki nonushta bepul tarqatiladi? O'zbekiston. O'zbekistonda nahordagi osha, yaxshi. Cho'lning transporti. Tuya. Cho'ponlarning ish quroli. Tayoq. Transportda eshak jonivori bo'lgan xalqimiz kuldirib kelgan qiziqchi. Afandi. Afandi, yaxshi. Qo'llartish vositasi. Soch. Otangizning akasi. Amaki. Ochilmagan gul. Kunja. Dasturxonning bolasi. Soch. Sochiq. To'rt xil manzara nima deb ataladi? Fasllar. Fasllar. Otlar kiyadigan oyoq kiyim. Taqa. Yaxshi. Bo'yin ustidagi a'zo. Bosh. Eng arzon transport. Oyoq. Osmondan tushayotgan suv. Yomg'ir. Jumani ertasi. Shanba. Yozuvda harflarni hosil qiladigan vosita. Xarim. Yo'q, 1, 2, 3 ga o'tiramiz qani. Yozuvda harflarni hosil qiladigan vosita ruchka edi, yaxshi. Olchani akasi. Gilos. Yaxshi, ketdik keyingisi. Insonlarni o'quvchi qiladigan dargoh. Maktab. Maktab, yaxshi. O'rmonda qolib ketgan inson bolasining ismi. Yaxshi. O'zbeklarning milliy taomi. Osh. Yaxshi. 1 yil necha oy? 1 yil. Necha oy? 1, 2, 3 ketdik. 1 yil 12 oy. 12 oy, juda yaxshi. Keyingisi. Suv so'zini teskari o'qing. 1, Rus. Rus, yaxshi. Keyingisi. Qoshiqning do'sti. 1, sanchiqi, yaxshi. Choynakning bolasi. Piyola. Piyola, yaxshi, ketdik keyingisi. Odamning ikkinchi qiyofasi. Soya. Soya. Qo'yning qarindoshi. Echki. Echki. Elektr toki bo'lmaganda ishlatiladigan vosita. Chiroq sham. Yaxshi, ketdik. Eng arzon transport. Oyoq. Ketdik keyingisi. Ona tilida tovush chiqarmaydigan belgi. Ungu belgi. 1, Suq. 2, Suq belgisi. suq belgisi. Yaxshi, keyingisi. Hop, davom etamiz. Bayroqda nechta rang bor? 3 ta. O'tiramiz, xato. Bayroqda nechta rang bor? 4 ta. Yaxshi, keyingisi. Ona tilida jami nechta tovush bor? Jami 24 ta. O'tir. Ketdik. Jami nechta tovush bor O'zbekiston? Ona tilida nechta tovush bor jami? 30 ta. 30 ta tovush bor. Nima hisobiga? Harfimiz nechta? J harfi 2 ta. Tovush bergan hisobiga, demak 30 ta bo'lib ketadi. Yaxshi. Bobur Mirzo nechinchi yil tug'ilgan? 1480. Yaxshi, keyin 10 santimetrimiz necha detsimetr? 1 detsimetr. Agar soat millari undan 20 daqiqa o'tgan bo'lsa, u necha daqiqadan keyin 11:00 bo'ladi? 40 minutdan keyin. Demak, 40 40 daqiqadan keyin 11:00 bo'ladi. Yaxshi. Nimalarga nisbatan qanday so'rovni beramiz? Sifatlar. Sifatlarga ketdik. Alisher Navoiy bolalikda birga o'sgan do'stining ismi? Husayn Bayqora. Ketdik keyingisi. Vaqt o'lchov birligi. Nima bilan o'lchaymiz? 1, 2, 3. Demak, o'tiramiz. Vaqt o'lchov birligi nima bilan o'lchaymiz vaqtni? Demak, vaqt o'lchov birliklari Soniya, daqiqa, soat, kun, hafta. ketaveradi. Oy, yillar, barakalla. Munisaga qarshi icha olamiz. Munisa g'olib bo'ldi. Zo'r.